Assalomu alaykum, hurmatli keksa avlod vakillari, aziz otaxon va onaxonlar, hurmatli vatandoshlar. Bugun siz bu videoda pensiya jamg'armasidan umidini uzmay, umrining so'nggi damlarida ham farzandlariga suyanchiq bo'lishga intilib yashayotgan insonlardan. Aynan sizdan mahalla oqsoqollari qanday qilib mutlaqo yangi va norasmiy yo'l bilan pul undirmoqchi ekanligini, bu adolatsizlikka qarshi qanday kurashish mumkinligini hamda ushbu yangilik ortida qanday xatarlar yotganini bilib olasiz. Tayyorlaning, chunki sizni shokka soladigan, gazabingizni josh urdiradigan yangiliklar kutmoqda. Endi bizdan shunchaki ixtiyoriy yordam emas, balki majburiy soliq har bir xonadondan 50 ming so'm miqdorida daxn talab qilishmoqda. Bu haqda ichki qaror tayyorlanayotganini eshitganimda, men bir huquqshunos sifatida bu axloqqa ham, qonunga ham zid bo'lgan harakatlardan nafratlandim. 3 yoshdan 60 yoshgacha tinmay mehnat qilgan, yoshligini qurilishlarga, paxtazorlarga, zavodlarga, maktablarga bagishlagan, urushdan keyingi yillarda mamlakatni oyoqqa turgizgan, bugungi avlodga yorug', kelajakni taqdim etgan sizdan yana pul talab qilishadimi? Axir bu adolatdanmi? Siz umringizni shu vatanga sarf qildingiz, bolalaringizni ostirdingiz, nevaralaringizni mehr bilan boqdingiz, har bir gishtni, har bir gallani o'z mehnatingiz bilan yaratdingiz. Pensiya yoshiga yetganingizda esa davlatdan munosib hurmat va gamxorlik kutish o'rniga ba'zilar sizni faqatgina pul manbai sifatida ko'rayotgani yurakka og'riq soladi. Esingizdami, o'tgan asrning 70-80-yillarida siz qanday gurur bilan ishlardingiz? Har bir so'm halol mehnatingiz bilan topilgan, har bir chaqa oilangiz rifohiga sarflangan. O'shanda mahalla bu bir oila edi. U yerda yordam berilardi, ahillik hukm surardi. Qiyin ahvolga tushgan keksalar, yetim yesirlar alohida e'zozlanardi. Hozir esa aynan o'sha mahalla min afsuski ba'zi shaxslarning shaxsiy cho'ntagini to'ldirish vositasiga aylanib qolayotgani haqida quloqqa chalingan gaplar bizni xavotirga soladi. Qani o'sha keksalarga bo'lgan hurmat, qani o'sha yoshlarga o'rnak bo'lish mas'uliyati? Bu vaziyat sizning gururingizga tegmaydimi? Sizda ham shunga o'xshash holatlar bo'lganmi? Umr bo'yi ter to'kkan insonlarga nisbatan bunday adolatsizlikka qanday qaraysiz? Fikrlaringizni, yillar davomidagi mehnat tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Biz bilaylik, siz yolg'iz emassiz. Bu masalada huquqiy bilimlarga ega bo'lishingiz juda muhim. Agar siz o'zingizning huquqlaringizni himoya qilishni, yangi qonunlar va o'zgarishlardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu sizning kelajagingiz, farzandlaringizning ertangi kuni uchun muhim qadamdir. Biz bu yerda sizga yordam berish uchunmiz, sizni yolg'iz qoldirmaslik uchunmiz. Hurmatli tomoshabinlar, avvallari mahalla bu haqiqatan ham jamoatchilik boshqaruvi tizimining eng muhim bo'g'ini edi. Oqsoqollar, ko'chaboshilar jamiyatda hurmatga ega edi. Ularning asosiy vazifasi aholiga yordam berish, nizolarni hal qilish, obodlik va osoyishtalikni ta'minlash edi. Yashash sharoiti og'ir bo'lgan oilalar, yolg'iz keksalarga homiylik qilish, ularning qishki komirini, bahorgi o'gitini ta'minlash mahallaning asosiy ustuvor vazifalaridan edi. Hech kimdan majburiy yigim-terim talab qilinmasdi. Hamma ishlar ixtiyoriylik asosida, savob uchun, jamoat uchun qilinardi. Agar biron bir ehtiyoj tugilsa, masalan, yo'lni tuzatish yoki choyxona qurish kerak bo'lsa, mahalla ahli birgalikda o'z imkoniyatlardan kelib chiqqan holda yordam berardi. Bu haqiqiy birdamlik, haqiqiy o'zaro yordam namunasi edi. Hatto 5-6 ming so'm berish ham, 100 ming so'm berish ham har kimning vijdoniga, qo'lidan kelganiga bog'liq edi. Hech kimni majburlashga, shart qo'yishga haqqi yo'q edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda, afsuski salbiy tomonga. Men bir huquqshunos sifatida sizning oldingizda shuni ayta olamanki, ba'zi joylarda mahallalar shunchaki davlatning qo'liga aholini nazorat qilish va undan pul undirish mexanizmiga aylanib qolmoqda. Eshitishimizcha, yaqin kunlarda ichki, norasmiy bir qoida, aniqrog'i bir farmoyish paydo bo'lishi kutilmoqda. Unga ko'ra, har bir xonadon har oyda 50 ming so'm miqdorida to'lovni amalga oshirishi shart bo'lar emish. Bu pullar go'yoki hududni obodonlashtirish va kuzatuv kameralarini o'rnatish uchun sarflanar ekan. Lekin kim bu pullarning sarflanishini nazorat qiladi? Qanday qilib bu mablag'lar shaffofligi ta'minlanadi? Bu savollarga aniq javob yo'q. Eng achinarlisi shundaki, bu soliqni to'lashdan bosh tortganlar dahshatli oqibatlarga duch kelishi mumkinligi aytilmoqda.
Ularni hech qanday ma'lumotnomadan mahrum qilish, temir daftardan ochirish, hatto qishki komir subsidiyalardan abadiy mahrum etish bilan tahdid qilishmoqda. Bu shantaj, bu noqonuniy bosim. Eng alam qiladigani esa bu holat bo'yicha uchastka nozirlariga shikoyat qilish mutlaqo befoyda ekanligi aytilmoqda, chunki ular ham tovush-da emish, ya'ni bu tizimning bir qismi bo'lib qolishgan. Nahotki keksalarga hurmat degan gaplar shunchaki qog'ozda qolib ketgan bo'lsa. Nahotki bugun pensiya jamg'armasidan arzimas pensiya olib, kun kechirayotgan insonlar yana bir soliq to'lashga majbur bo'lsa. Bu bizning bobomiz va buvimizdan qolgan odatlarga ham, qadriyatlarga ham mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Shuni ham aytish kerakki, bu yangi qoidalardan ayniqsa bir qator ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan pensionerlarimiz qattiq jabr ko'radi. Kimlar bular? Avvalo, yolg'iz yashovchi keksa onaxon va otaxonlarimiz. Ular shundoq ham pensiya puliga zo'r, ba'zan biror dori-darmonga pul topish uchun qiynalib turishadi. Yoki kam ta'minlangan, bir uyda bir necha oila birgalikda yashaydigan, faqatgina bitta keksa kishining pensiyasiga qarab turadigan xonadonlar. Turmush o'rtog'i vafot etgan yolg'iz onaxonlarimiz bor. Ular yillar davomida farzandlarini yolg'iz o'zlari katta qilib, turmushga berib, endi o'zlari qariyalar uyida yoki farzandlari qaramog'ida yashaydi. Ularga 50 ming so'm, bu bir haftalik oziq-ovqat, ba'zan esa zarur dori uchun ajratilgan puldir. Mana shu 50 ming so'm ularning cho'ntagidan majburan chiqib ketsa, ularning tirikchiligi yanada og'irlashadi. Xuddi shunday nogironligi bor pensionerlarimiz tor devor ichida qolib ketgan, na ijtimoiy faolligi, na qo'shimcha daromadi bo'lgan kishilar uchun ham bu juda katta yuk bo'ladi. Men bir bobomizni bilaman, yoshligida zavodda 50 yildan ortiq ishlagan, 5 ta farzandni katta qilgan. Hozir farzandlari chet elda ishlaydi, bobo yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million so'm atrofida. U kishi har oyda o'zining dori-darmonlariga 100 ming so'm, kommunal to'lovlarga 100 ming so'm, oziq-ovqatga 5-600 ming so'm sarflaydi. Qolgan 300 ming so'm bilan bir oy yashash kerak. Endi tasavvur qiling, undan yana 50 ming so'm talab qilishsa, bu qanday og'irlik bo'ladi? Uning qalbida qanday gazab va hafsalasizlik uyg'onadi? Axir u butun umr shu davlatga xizmat qildi-ku. Ammo ayni paytda ba'zi pensionerlarimizga, masalan, yoshga doir pensiyaga chiqqan, lekin ish faoliyatini davom ettirayotgan, davlat tashkilotlarida emas, balki xususiy sektorda faoliyat yuritayotgan kishilarga kichik bo'lsa-da, ba'zi imtiyozlar va pensiya oshirishlari amalga oshirilmoqda. Bu albatta yaxshi. Lekin bu xalqning kichik bir qismiga tegishli. Asosiy e'tibor pensiya jamg'armasidan faqatgina pensiya olib tirikchilik qilayotgan, boshqa hech qanday daromadi bo'lmagan milliardlab insonlarga berilishi kerak emasmi? Bizning jamiyatimizda keksalarga bo'lgan hurmat, bu oddiy gap emas, bu qadriyat. Bu bizning mentalitetimizning ajralmas qismi. Biz har bir keksa insonda o'z otamizni, onamizni, bobomizni, buvimizni ko'rishimiz kerak. Ammo davlatning ba'zi harakatlari, ayniqsa mahallalardagi bunday yangiliklar bu qadriyatlarga mutlaqo teskari harakatlardir. Pensiya bu mehnat evaziga olingan nafaqa, u davlat tomonidan kafolatlanishi kerak. Uni har xil bahonalar bilan qisqartirish, majburiy to'lovlar undirish orqali kamaytirish bu adolatsizlikdir. Bu odamlarning davlatga bo'lgan ishonchini kamaytiradi. Xuddi shunday bir necha yil oldin qishloqda yashovchi bir kampir onaxonimizning hikoyasini eshitgandim. Eri vafot etgan, bir o'zi yashaydi, farzandlari shaharda. Kampirning pensiyasi bor yo'g'i 600 ming so'm edi. Har oy uchastka noziri uning uyiga kelib, biror narsa qarzini berib turardi, chunki mahalla kambag'allikdan chiqishga yordam berish uchun mablag' ajratardi. Kampir esa hamma narsani tejamkorlik bilan ishlatardi. Bir kuni unga shunday tovush bilan xat keladi. Mahalla obodonlashtirish uchun 50 ming so'm to'lashingiz shart. Kampir xafa bo'lib, "Bolam, mening nafaqat shu 600 ming so'mim bor, shu bilan kun ko'raman. Undan ham berishim kerakmi?" deb yig'lagan. Bu kabi holatlar afsuski tez-tez uchraydi. Mana shunday achchiq taqdirlar haqida eshitganimda, men bir huquqshunos sifatida nafratga to'laman. Biz qachonlardir keksalik, bu baxt, farovonlik davri bo'ladi deb orzu qilardik. Endi esa bu doimiy xavotir, pul yetmasligi, majburiy yig'im-terimlar deganimi? Sizning atrofingizda ham shunday majburiy yig'im-terimlarga duch kelgan keksalar bormi? Ularning hikoyalarini, ularning nomidan olgan javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring.
Bu har bir kishining emas, balki butun jamiyatning muammosi ekanligini anglatadi. Ustoz, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Bir huquqshunos sifatida sizga bir necha aniq tavsiyalar beraman. Birinchidan, qonuniy asos talab qiling. Mahalla oqsoqoli yoki uning vakili sizdan qandaydir to'lovni talab qilsa, undan bu to'lovning huquqiy asosini tasdiqlovchi rasmiy hujjatni talab qiling. Bu vazirlar mahkamasining qarori bo'ladimi, yoki prezident farmoni bo'ladimi, yoki hech bo'lmaganda shahar yoki tuman hokimligining rasmiy qarori bo'ladimi? Ichki qaror yoki og'zaki buyruq bu qonuniy asos bo'la olmaydi. Agar ular sizga bunday hujjatni taqdim eta olmasalar, to'lovni to'lashdan bosh tortishga to'la haqqingiz bor. Hech kim sizdan qonuniy asoslarsiz pul undirishi mumkin emas. Ikkinchidan, har qanday to'lovni faqat bank orqali amalga oshiring va kvitansiya talab qiling. Agar siz biron bir sabab bilan to'lovni amalga oshirishga majbur bo'lsangiz ham, pulni naqd ravishda qolgil bermang. Pulni faqat bank orqali aniq maqsadi ko'rsatilgan to'lov varaqasi asosida o'tkazing va uning kvitansiyasini saqlab qo'ying. Bu kvitansiya sizning to'lovni amalga oshirganingizni tasdiqlovchi yagona hujjat bo'lib xizmat qiladi va kelajakda ehtimoliy nizolarda sizning foydangizga ishlaydi. Bu pulning qayerga ketayotganini va nima maqsadda ishlatilayotganini aniqlashga yordam beradi. Uchinchidan, shikoyat qilishdan qo'rqmang. Agar sizdan noqonuniy ravishda pul talab qilishsa va siz bunga qarshi chiqmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda yuqori turuvchi organlarga, ya'ni tuman yoki shahar hokimligiga, prokuraturaga yozma ravishda shikoyat qiling. Yozma shikoyatga javob berish majburiy hisoblanadi. Shikoyatingizda mahalla oqsoqolining ismini, talab qilingan summani va tahdidlarni aniq ko'rsating. Agar uchastka noziri ham bunga aloqador bo'lsa, u haqda ham yozing. Sizning shikoyatingizni ko'rib chiqishga majburdirlar. Agar mahalliy organlar javob bermasa yoki sizni e'tiborsiz qoldirsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasiga yoki Adliya vazirligining ishonch telefoniga murojaat qiling. Bu eng yuqori darajadagi organlar bo'lib, ular jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga xizmat qiladi. Siz yolg'iz emassiz, sizning huquqlaringiz himoya qilinishi shart. To'rtinchidan, dalillarni to'plang. Agar sizga nisbatan tahdidlar bo'lsa, masalan, ma'lumotnomalardan mahrum qilish, subsidiyalardan chetlashtirish bilan qo'rqitishsa, imkon qadar bu suhbatlarni audio yoki video tasvirga oling. Guvohlarni toping. Bu dalillar sizning shikoyatingizni kuchaytiradi va prokuratura yoki sud organlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir so'zingiz, har bir da'voningiz dalilga ega bo'lsin. Beshinchidan, jamoadagi birdamlikni mustahkamlang. Bir o'zingiz kurashishdan ko'ra, mahalla bo'yicha birgalikda harakat qiling. Qo'shnilaringiz bilan bu masalani muhokama qiling. Agar barcha xonadonlar birgalikda norozilik bildirsa va to'lovdan bosh tortsa, mahalla oqsoqoli sizga qarshi harakat qilishga qiynaladi. Jamoaviy murojaat har doim kuchliroq bo'ladi. Birgalikda harakat qilsangiz, sizni eshitishga majbur bo'lishadi. O'zaro huquqiy yordam guruhlarini tuzing. Bu juda muhim, chunki ba'zida katta yoshdagi insonlar texnik bilimlarga ega emaslar yoki qayerga murojaat qilishni bilmaydilar. Bir-biriga yordam berish, bir-birini qo'llab-quvvatlash bizning milliy qadriyatlarimizdan. 6-dan, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq masalalarni aniqlashtiring. Agar sizga qishki ko'mir subsidiyasi yoki temir daftardan chiqarib tashlash bilan tahdid qilishsa, pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling va bu tahdidlarning qonuniyligini so'rang. Pensiya jamg'armasi yoki biron bir boshqa davlat organi bunday holatlarda to'lovni amalga oshirmaganlik uchun sizni huquqlaringizdan mahrum qila olmaydi, chunki ular mahalliy ichki qoidalarga emas, balki respublika qonunlariga bo'ysunadi. Pensiya to'lovlari va subsidiyalarni belgilash tartibi qonun bilan qat'iy tartibga solingan va mahallaning og'zaki buyrug'i bilan o'zgartirilishi mumkin emas. Bu sizning qonuniy kafolatlaringizdir. Xulosa qilib aytganda, hurmatli keksalar, bugun siz bilib oldingizki, ba'zi mahalla oqsoqollari sizdan majburiy 50 ming so'm to'lov undirishga tayyorlanmoqda va bunga rozi bo'lmaganlarni jiddiy oqibatlar bilan qo'rqitmoqda. Bu huquqshunos nuqtai nazaridan mutlaqo noqonuniy harakatdir. Siz umringizni shu vatanga bag'ishlagan aziz insonlar, bunday adolatsizlikka chidab o'tirmasligingiz kerak. Biz o'z huquqlarimizni bilishimiz va ularni himoya qilishimiz shart. Xo'sh, aziz onaxon va otaxonlar, siz yillar davomida bu mamlakatning yukini yelkangizda ko'tarib kelgan insonlar, endi esa o'zingizdan majburiy dafn talab qilinishiga rozi bo'lasizmi, yo'qmi?
Bu yangi qonuniylikka qarshi kurashasizmi yoki chidab yashashni davom ettirasizmi? Izohlarda o'z fikringizni aniq va dadil bildiring. Sizning ovozingiz juda muhim.